Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Mana yomg'ir bo'lishiga qaramasdan, aka-ukalar, sizlarga yangiliklarni ulash niyatida hamyurtlarimiz hozir qo'qib, hali chiqaymikin, chiqmaymikin deb o'ylanib turgan, musofiga chiqaymikin, chiqmaymikin deb o'ylanib turgan vatandoshlarimizga aka-ukalar, mana biz chiqarib boryapmiz YouTubedan. Aka-ukalar, kelaverasizlar. Bizda har kuni reyslarimiz bor, har kuni. Mana yomg'ir yog'ishiga qaramasdan sizlarga mana shu chiqarib boryapmiz. Shu mehnatlarimizni qadrlaysizlar degan umiddamiz, aka-ukalar. Tanlovda adashib yurmanglar, tanlovda adashib qolmanglar, aka-ukalar. Endilikda bu YouTube kanalimizga qo'yib borishdan maqsad, aka-ukalar, sizlar yaxshi ketsanglar, yaxshi kommentariya yozsanglar, layklarni portlatsanglar, aka-ukalar, biz ashundan xursand bo'lamiz, faxrlanamiz. Bizni kuzatib ko'rishyapti ekan deb. Maqsad, aka-ukalar, sizlar zo'r borib, zo'r yetib borsanglar, ashundan maza qilamiz, aka-ukalar. Mana davlatimiz orqasidan qo'yilgan davlatimiz mana hamma sharoitlarni, yengilliklarni qilib beryapti, vatandoshlar. Tanlovda adashmanglar. Adashganlar adashib qolyapti, aka-ukalar. Har xil bo'xtonlarga ishonib, har xil naqalarga. Tangani ikki tarafini qaranglar, do'stlar. Kommentariyalarda qiziqinglar, qanday yozilyapti, nima bo'lyapti. Ketgan odamlar o'z fikrini kommentariyaga yozdiradi. Layklarni qaranglar, aka-ukalar. Ketgan odamlar layk bosadi, zo'r ketgan odamlar. Yomon ketgan odamlar kommentariyasiga yozib yuboradi, ishonmanglar, bular yolg'onchi, polg'onchi deb yozib yuboradi. Shu narsalarga e'tibor beringlar. Shu narsalarga e'tibor berib, aka-ukalar, qarasanglar, rostmi, yolg'onmi, sizlarga o'nni ko'rsatib boradi. Aka-ukalar, hozirda mana Toshkent qo'yliqda Vodiy Pitaydan chiqaryapmiz avtobuslarimizni. Barcha shahardan bor, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryoda ham filiallarimiz bor, aka-ukalar. Bir kompaniya misol uchun 50 bittalik mestalikda 50 bitta mesta bo'lsa, odam bo'lsa, ashadan olib ketamiz. 50 tasiga pul to'laysizlar, akalar. Misol uchun bir dona odam, 10 ta odam bersa, o'zi besplatni ketadi. U yoqdan ham, bu yoqdan ham. Mana shu kanaldan oldi deb turib, Ikrom akam aytdi desanglar, Muzaffar akam aytdi desanglar, bekarga olib ketadi. Men nomerlarimni yozib qoldiraman, kommentariyaga deysizlarmi, xohlasanglar, qayerga desanglar nomerlarimni aytib ham o'taman. 94lik 387 36 36. Qiynalib qolgan yurtdoshlar bo'ladigan bo'lsa, aka-ukalar, aloqaga chiqinglar, Telegram, WhatsAppdan. Puli yo'q, haqiqatan puli yo'q bo'lsa, aytsanglar, bekarga olib keltiraman, aka-ukalar, O'zbekistonga, Rossiyadan, aka-ukalar. Tojikistonga ham bor reyslarimiz, aka-ukalar. Tojikistondagi vatandoshlarimizga ham aytib o'tamiz, mana avtobuslar bor. Moskvadan ham bor, Peterdan ham bor. Barcha Rossiyaning barcha shaharidan ham bor, aka-ukalar. Telefon qilib kelaverasizlar, aka-ukalar. Aka-ukalar, keyin mana yangiliklarimizni ham ko'rib borasizlar. Har xil YouTube'larda har xil anaqalar chiqib boryapti. Ulardan misol uchun hammamiz o'zimizga dokumentlarimiz, hamma yo'g'imiz chotki bo'lsa, patent dokumentlarimiz chotki bo'lsa, nalog to'lab yurgan bo'lsanglar, aka-ukalar, xudo xolasa sizlarda hech qanaqa ayb yo'q. Har xil bahonalarsiz, har xil anaqalarsiz, aka-ukalar, unaqa bo'lib qolmanglar. O'zingizlarga hushyor bo'linglar, qo'shnilarni o'g'ri tutmanglar, aka-ukalar. Обязательно yoninglarda ruschani bilmasanglar, ruschani biladigan odamlar bilan yuringlar, aka-ukalar. Sizlarga misol uchun ushasa, mana jicha qo'qitsa, to'xta deylar. Menga переводчик kerak deb, переводчикni ham aytib o'tinglar, aka-ukalar. Yurtdoshlarimiz ko'pi, aka-ukalar, olib boryapti, har xil narsalar bo'lib ketyapti. Shuning uchun переводчик bilan har xil narsalarga qo'l qo'ymanglar, o'qib chiqinglar avvalo. O'qib chiqib keyin qo'l qo'yinglar. Borib turib, shtrap desa, shtrap ekan deb qo'l qo'yib yormanglar, boshqa qilib yormanglar, aka-ukalar. Shuni o'z fikr, o'zingizlar shuni anaqa qilinglarki, переводчик kerak menga deylar. Sizlar hamma joyda anaqalar bor, haq-huquqlarga egasizlar, aka-ukalar. Shuning uchun, aka-ukalar, biz endi O'zbekistondamiz, aka-ukalar. Moskvada borib tur, Moskvadan ham bitta video qilib beramiz. Chegaralarimiz ochiq, aka-ukalar. Даже pogranlar shunaqa anaqa bo'lib ketdi, yaxshi bo'lib ketdi, aka-ukalar. O'zlari avtobusga chiqib, o'zlari pechatlarni o'zlari urib berishyapti, aka-ukalar. Biz shunaqa prezidentimiz shu narsalarga anaqa qilib berdi. Mana
Kirsanglar assalomu alaykum, yaxshimi hamma yo'q deb salom beradigan bo'lib qoldi. Xudo xolasa aka-ukalar, tanlovda adashmanglar. Qiynalmasdan yaxshi yetib olay desanglar, mana bizni kanalimizdan olgan nomerlarga telefon qilsanglar aka-ukalar. Yaxshi bo'ladi aka-ukalar. Men telefonimni aytib o'taman, akani ham telefonlarini yozib qoldiraman. Meniki 94lik 387 36 36 bo'ladi aka-ukalar. Mana avtobusga solayotgan aka-ukalarimiz ham, akamiz ham ishonarli, o'zini xazayinida bu avtobusda. Akani ham nomerini yozib qoldiraman. Misol uchun aldaydigan, boshqa bo'ladigan bo'lsa, qiyinchilik ko'radigan bo'lsanglar, men WhatsAppdan, Telegramdan chiqarasizlar aka-ukalar. WhatsApp, Telegram gruppalarim ishlaydi aka-ukalar. 94 387 36 36 Telegram, WhatsApp hamma yo'q bor aka-ukalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Tanlovda adashmanglar aka-ukalar.